Dunyoda qancha mashhur va mazali taomlar bo'lmasin, odamni baribir o'zimizni o'zbek milliy taomlariga tortadi. Bugun sizlar bilan asarchi taomni tayyorlaymiz. Yaxshi qaynab turgan suvga tuz solamiz. Keyin esa karam bilan tokki solib, baland olovda taxminan 2-3 minut davomida tayyorlab olamiz. Boshqa idishga qiyma, piyoz, tapga ko'ra tuz va zirani solib aralashtiramiz. Keyin esa oldindan yuvib olingan guruch solib aralashtirib nachinkani tayyorlab olamiz. Nachinkamiz tayyor. Endi tokki olib, nachinkani solib, xuddi videoda ko'rsatilgan harakatlarni qilib o'rab olamiz. Shuningdek, karamni ham shunaqa o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Bundan yuvib tozalangan yashil bulg'or qalampirining ichiga ham nachinka solamiz. Tifterlarni ham tayyorlab, yaxshi qizib turgan qozonga yog' solamiz. Yog' qizigandan keyin piyozni solib qovurishni boshlaymiz. Taom yana ham chiroyli chiqishi uchun go'sht solish kerak bo'ladi. Go'sht solib qovurib olganimizdan keyin pomidor solib qovurishda davom etamiz. Navbat esa yashil bulg'or qalampiri va chesnokka. Buni qovurib olganimizdan keyin kartoshkani qovurib, ozgina zira solamiz. Endi tayyorlab olgan tok, shuningdek karamni hammasini ustiga terib chiqamiz. Ustidan suv qo'yib, taxminan 40-45 minutga ustini yopib qo'yamiz. 40-45 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali taom tayyor. O'zingizlarni didinglarga moslashtirib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.